Assalamu alaykum aziz görürmənlər. Tağ Sent proqramımızın yeni san arqılıq sizlərlə yüz görüşkənlikimdən intayın xuşalman. Mən proqram riyasətçisi Ramila Hüsən. Rayonumuzda işlənən televiziya teatrları içində məyli məzmun cəhəti bolsun, məyli aktyorların rol eliş cəhəti bolsun, kən görürmənlərin intayın alqışığa erişkən, yaxtırışığa erişkən bir televiziya teatrı var. O bolsun 2005-ci il Tağ Kino Studiyası işləyən Ataqlıq rejissor Dongling rejissorluq qilgan 30 qismliq televiziya teatri Turpan İnançxanlığı. 谁说的？不是，你在说我吗？哟，臭美！我说的是阿明和卓。听说他一直帮助准格尔的人欺压吐鲁番的百姓。前一阵他派人去托尔逊伯克家提亲呢。哈拉和卓要是落在他的手里，那可就麻烦了。是啊，马莫提，哎，你说的就是黑里汉吧？啊？马木提，你出的什么馊主意？不提。说完，马莫提。好。女儿，你是怎么了？是欺负你了吗？爸爸，您帮准格尔做的都是好事吗？你什么意思？爸爸都不是跟你说了吗？爸爸做的都是好事呀！扎扎克公就是扎扎克公啊！这彩礼一出手，真有气派呀！一点小意思，还请总督老爷您把女儿嫁给我。阿明和卓，你终于转过弯来了。惭愧得很，以前的莽撞多有得罪，还请总督老爷您多多见谅啊。这个伊布拉因，他真的是疯了。他要想建什么托勒藩王国，难怪他连他的儿子都不要了，就要这疆土。他还有那么大的野心，真没有想到啊！真可惜，浙江家地头断送了他的命运，连他的儿子也跟着他殉葬。伊布拉因暴露是好事。Biz bugungi programmamizning ekran sahifasida mush film qatnashgan bir qism aktyorlar va xizmatchilar bilan qisqacha suhbat ifodadik. Assalomu alaykum mehmonlar. Programımız orqali sizlar bilan yuz ko'rishganligimizdan men ham ekran oldidagi ko'rmanlar intayin xushal. Emin Xo'ja Turpanning yaqinqi zamon tarixida real o'tgan shaxs. Turpan İnançxanni Emin Xo'ja obrazini muvaffaqiyatli yaratgan artist bo'lsa, Qurbonjon Turdi. Assalomu alaykum Qurbonjon aka. Siz mushu filmda Emin Xo'ja obrazini aytib muvaffaqiyatli yaratib ekansiz. Undaqda mushu rolga tanlanish va mushu rolni o'ynash jarayoningizni bir eslab o'tamsiz. Endi bu boshda men bu filmga muammo rejissyorlik qilgan. Başdalık rol alma demegandik-ku. Başda tayyorlik xizmatlari. Tayyorlik qilgan. Uningga bir 3-4 oylik tayyorlik qilib, shu artistni izlab mushu Emin Xo'jani topolmadik-ku. Beijingdamiz dedik, Shanxaydamiz, chet eldamiz dedik. Shu hammani izlab bo'lib top. Ya'ni film boshlashga yana bir hafta qolgangacha topolmadik-ku bu. Topsaq rejissyor yarimdi, yarimdi, bu yarimdi. Ağır bir kun o'tirib qanday qilamiz deb, ya'ni bir hafta qoldi-ku film boshlashga. Bir kun shu rejissyorlar bizning shu yozuvchi ikkisi yotqim kiribdi. Kirib rolni artistni topolmadi. Topolmagani qanday qilsa sen o'zing oldi. Sen o'zing olma rolni deb. Bu chaqchaq o'tamsizlar yo bu desam, yo'q chaqchaq qilib turasiz o'zing olsan deb. Keyin o'qsam bular asli bir oyni oldida din qilib o'tgan. Sizni bekitib o'tganda shu rolga. Shu boshqa aktyorlar yorimabdi-da. Bekitib o'tgan, menga demay bular. Menga demay, yani izda deb.
keyin mushlar anikin keyin deb deyishib qolaman mush rollarni bir et qolgandan keyin men oldiga qoldim. Siz bir ay to'yga minib to'yga izlabsizda-misa? Aslida 3 oy izladim. 3 oy. Keyin bu rollar izamam. Boshda bu rolni og'oqda eng boshda kirgan xil shunday xo'shal bo'ldim-chi. Va sana shu yerni bitirib 4 yil aktyorni bitirib bir bosh rol olganda shunday xo'shal. 2-3 kundan keyin tantirib qoldim, qo'rqdim. Nima deganda bu rol bunda oson emas ekan. Uning ustiga bu bir tarixiy filmda. Tarix film. Anikin bu 18 yoshdan 68 yoshgacha. Har qaysi davrlar bor. Hamma davrda oldigan gap. Onda burunma biz sene şöyle o'qigan bilan biz rol olib boqmagancha sirtda. Mo'yin bunda cho'nglar endi qo'shimcha rollar asos rol olmagan. Qo'shimcha rollarni elab filmlarni ishlab yurgan. Amaliyotda bu 30 qismning shu bosh rol kelgan vaqtda tempera qoldik. Ben bosh tempera qanday qilam deb keyin rejissorni izlab bordim men. Olmaydi. Qo'rqdim, olmayman. Nima degan bu tarix kirganmiz, keyin bu ishlar bu tarix kirib bu keyin bu mush saydi men aytgandan keyin bu rolni yaxshi olamisingiz keyin haqida bu Qurbonjon rol aqchi berib qo'yib baqsa bo'lmam dedim. O'qitilib ketadi. O'qitilib qo'rqib izlasam nima rejissor dedi, xotirjam bo'l, hech nima olmaydi. Sen 4 yil seni shu yerda o'qigandan keyin, ya'ni shunday jiq filmlar qatnashdim. Tantirma. Yana birisi bu biz xans o'chalamiz dedi-ku. Til xans o'cham deb. Men xans o'qigandan keyin ham Ujat qiynalmaysiz. Ujat qiynalmayman. Endi rolda saqi qilinib qolaman deb o'yladim-da, yosh burun bunda vaqtimiz shu 20 yosh vaqtimizda. 18 ola olamiz, 40 yosh qanday qilamiz, 50 yosh qanday, 60 yosh qanday qilamiz. O pastda o maktabda o'rgangan bilan amaliyotda berib o'qishmaydi ekan. Kim kirgan rolni oldi, olganniki haqiqiy o'ylagandek bo'ldi-ku. Birinchi hafta rolni yaxshi olamadim. Kirammidim rolni. Kiramdim. Topolmadim hali hissiyotni-ku. Topolmay ki orliqdan mening rollarni olmadi bular. Bir necha kuncha sen demal bo'ldi. Sen demelab boshqalarning rolini olaylik deb, chunki men andan tarixlarni izlab, nim qilib, aniki ba'zi muallimlar so'rab, ya'ni rejissorlar bilan deyishib, yozuvchilar deyishib, asta-asta ekan bir haftadan 10 kundan keyin kirib ketdim. Rollar. Endi rollar ishda hamda qolgan keyin qiylanmadi. Aniki savoq kunab qoldik. U orliqdan savoqdoshlarim bor, mening muallimlarim bor. Ketdik shu rolni. Hem şu rol iliş jarayonidan davomli şu filmning muavir rejissorlik vazifasini o'tadingizmi? Yo'q, o'tmadim. Vasta rolning o'tdim. Keyin bir haftadan keyin to'xtatib o'tdim men shu u xizmat qilmadi. Dastlab qilgan, dastlab bir haftagacha shu bir taraf rollar bir taraf ham qilayotgan. Keyin qalqsak bo'lmaydi ekan. O kunda so'zni yodlamasa bo'lmaydi, o'ylamasa bo'lmaydi ekan. Demalish yaxshi bo'lmasa bo'lmaydi ekan rollar. Onun ustiga bu tarixiy film bo'lgankin, mushu sizlar rol olgan hamma shaxslar tarixda real o'tgan bir shaxslar bo'lgandan shu rolni muvaffaqiyatli elishdimi yoki boshqa filmlarga qaraganda sizlarda besim bor bo'lishi mumkin-a shu vaqtda. Shu rolni cho'qim joyiga yetkazib, voyaga yetkazib, shu odamga o'xshash elish uchun agar sizlarning xarakteringlar u rolni o'zgartirsizlar, nayt bir muvaffaqiyatsiz film bo'lib qoldi-da. To'g'ri. Buni o'rinlash jihatdami sal yuqori talab yuqori. Hem o vaqtda men mening vaqtdagi ash vaqtda rol olgan vaqtimda unchalik jiq o'ylab ketmagan. Rolamni yaxshi olsam bo'ldi debchi. Keyin bu rolni bo'lgandan keyin his qildim-chi bizdan. Quyilgandan keyin texim hayajonlanmasizlar. O asli bir cho'ng vazifa bor ekan dedimchi. Shu qansizgan zo'rin qandi. U vaqtda kichik emasmi? 25-26 yosh vaqtimiz u. Unchalik nimasi o'ylab ketmagan. Haqiqatan o'ylab ketmagan. Keyin men film qo'ya olgandan keyin hozir o'ylasangiz ras eg'ir ekan. Salmoq eg'ir. Salmoq. Qurbonjon aka, siz shu ishkir o'lkalarda ishlangan, shu qarindosh o'lkalarda ishlangan filmlarga qarab chiqsiz, lekin men Shinjongda ishlangan filmlarga bak chiqib ketmaysamdek qanday bir alayda sabab bordi? Hamda men bu ishkir ishlagan filmlar, ishkir ishlagan o filmlarga muammo rejissor qildim-ku. Cho'ng filmlarga muammo rejissor qildim. Men bu nima deganda hamda birinchisi Beijingda shuni o'qidim bir yil. Ana ham birisi bilim aşırdınızmı? Bilim aşırdım. Anki nima ishkirda shu mening bir oilam bor, necha ming odamni-ku eng tez suratda zurjiqlalayman. Anki urush tashkillash iqtidoringiz yaxshi ekanda.
Yan birisi anikin ma urush nemisiga bek. Urush kino. Urush kino. Anda kinolarga amroqchi men. Shunga ishkir jiq filmlarni qatnashgan. Uni ishkirda rol olmayman. Rosa muammer rejissor. Endi bu ishkir filmlarga jiqlara muammer rejissor qilman. U muammer rejissor qilganda endi ishkirda bir ularning texnika yaxshi-ku endi. Ularni Shanghaydan, Amerikadan va Fransiyadan mana o'rganib keldi emas, Yaponiyadan. Ana biz berib ularni o'rganib olib, keyin Shinjan kelib biz qaytib kelgandan keyin u texnikani mayaga ishlatamiz deb. Shu netishni yaqib 10 yil qoldi ishbejini. Ama siz hozir o'rganish bosqichidan tamoman o'tib bo'ldingiz, shundaqmi? O'tib bo'ldim. O'tib bo'lib hozir shu qaytib kelib, bultu qaytib keldim. Bultu qaytib kelib endi film ishladim. Ishlash kirishdingizmi? Bultudan men hozir to'xtamay film ishladim. O'zi rejissor bo'lib. Unda xo'smi shu hozirgi ham keyingi planlaringizni oshkorlashga bo'lamdi. Bo'ldi? Yaxshilagan filmlar. Hozir endi men ishkirlardim ham shu Jungoning Jungoning eng chong film qatnashdim-chi, men Shibi, Taipinluan, Urunchi, Hongjinshida, o'sha filmlar qatnashdim. Endi ularni o'rganib kelgandan keyin men endi Shinjan qaytib kelgandan keyin endi shu o'zimning plani endi o'zimizning mayadagi tarix filmlarni, o'zimizning mushadagi Shinjan millatining filmini ishlab shu ishkirlarga, dunyoga tuntayish. Buldu rahmat. Xudo xo'sa hammamiz birlikda shu Qurbonjon akaning Emin Xo'ja obrazini ekran orqali birlikda ko'rib boqaylik. Marhamat. 我想让您去给我答说我黑里欠的事情。啊，你看看，你小子说来看你大爷，你还是有事来找我吗？好，回头我去跟你阿塔说去。那我就谢谢您了。阿塔，你是不是看图拉汗的阿塔是伯克，有庄园，有财产？阿塔，你不是常说我们穆斯林要遵守古兰经的教育吗？古兰经教导我们做一个有道德、有正义的人。您是知道的，我根本不喜欢图拉汗，这山鹰和百里脑能合得来吗？阿塔，你让我跟一个我自己不喜欢的人过一辈子，您能忍心吗？咱们都是兄弟嘛。收下，那就谢了。走好。后会有期。后会有期呀。总督老爷，您真是爱说笑话。我已经有了2房妻子，再说，我也没有再娶的意思呀。怎么？你不喜欢我的女儿吗？哎，那倒不是，是不是有人欺负你了？那你倒是说话呀！我阿塔怎么把我许配给伊布拉因了？你说什么？ Filmda Emin Xo'jani chin dildan yaxshi ko'radigan bir obraz va bu Turaxon obrazi. Bu obrazni hammamiz intayin yaxshi ko'radigan, tonilayotgan yosh kino artisti Oltinay Komil o'ynagan. Assalomu alaykum Oltinay. Yaxshimisiz? Va alaykum assalom. Men siz rol olgan kinolarni yaxshi ko'raman. Sizning obrazingizni intayin yaxshi ko'raman. Mushu filmdagi obrazingizni sizga oid utuqliq bir olgan obraz deyishga bo'ldim. Unda xo'sa oldi bilan bizning ko'rmanlarimizga mushu rolga tanlanish va mushu rolni o'ynash jarayoningizni bir eslab o'tamiz. Bo'ldi. Bu filmga meni tanlaganda, başta meni tanlagan rol bu rol emas. Bir Mo'ng'ul qizning roli bor ekan. O'rna deb. Shu rolga tanlagandi. Kaynidan men jiq yetkilib ketdim-chi bu rolning ichidan. Oxirida shuni bilan bir kuni o arliqcha biz ham, masalan, rejissor bo'lsin, barliq shu film qatnashquchi barliq xizmatchilar bo'lsin, masalan, Qurbonjon yordamchi rejissorlar bo'lsin, biz billa turdiqda ishada. O vaqtlarda bir odamning mijoz xarakteri, da rejissor qarab baqsayliqi, mening mijozim o'choq. O'choqda kichik bo'lgandan keyin sho'x deganda qarab ko'ngilda jab shu bir Turaxonningki mijoz xarakteri shunday balki deb o'ylagan bo'lishi mumkin. Shu vaqtda mening bu rolga bekitgan. Mening bu rolga bekitgan vaqtida men bakchiq o'ylamadim boshdachi. Shu qilib men bir rolga chiqib ekanman degan bir hissiyat bilan lab boshqa kirib ketibdim. Kaynadan
kichik vaqtimda o'ynagan vaqtimda faqat qiynalmadim. Ya shu o'zamkango shu deb balqi po'chilik qilib degandan oyoq qarab degan men bagning qiziqo deb po'chilik deb shu o'ynab ketdim. O'tirg'a kelgandan keyin ssenariyaga boshda baksal qarabman. Keyin ssenariyani har xil o'zgartirishlar bo'ldi. Qarasam bu men asli mening qiyri vaqtimda boshqa odam o'ynaydigan bo'lgan. Keynidan men o'zimning kichik vaqtidan tortib shu Abay Qurbanjondan 18-60 necha shu vaqtgacha hamdi. Kichik vaqtim ishlab qiyrigacha men o'zim o'ynaydigan bo'ldim. Keyindan buningda to'y qildigan, bal tug'digan unday ishlar bak aniq tasvirlangan boshqa ssenariyda. Keyin o'zgartish orqali mushu nurg'unlagan mutaxassislar, mushu tarix mutaxassislar, masalan yozuvchi deymiz, bizning o'zimizning yozuvchi, mushu adibkorlar bilan birga paranglish jarayonida bu ssenariy nurg'un o'zgarib ketdi-ku. Meningki bu filmdagi rolim qanchalik ig'irligini keyin bilib yetdim-da, chunki bu film ham hisob meningki tunji filmim hisoblandi. Bunda bir tutamliq filmdan. Maktab bitiriblar. Maktab bitiriblar. Zupevning sağdışım ikimiz şu maktab bitiriblar qatnashgan tunji filmimiz bo'ldi. O'sha tunji qatim qatnashiblar bir fursatda ham cho'ng bir filmga asosli rol bo'lib qatnashdik. Shuni ularga bu filmni o'ynash jarayonida boshidalik qo'saqni qoldi ekan. Qo'saq yo'g'on bo'ldi ekan-ku. Men bu qo'saqni qilib bu qandoq oldig'andu, nimani qandoq qildig'andu deb biliqi. Odatda normal odamni qo'sqida qolganini bilim tutib do'rashlanmadan bildi. Lekin haqiqatan siz shu do'ra aytib shu rolni aldıgan vaqtingizda hamda haqiqatan hamda men texi anım bo'lib baxmadım. Meningki bu savaqdishim anım bo'lib baxdi bu deb ketaqdan qiynalib. Aqdan bir qiynalgan ishga anonsiga rolni alsiz o yerda. O vaqtlarda bir qiynaldim. Andan keyin balam o'lib ketadigan o yerda bir ichinishlik bir rollar bor. Onun oldida bir to'y qilishdan burun bir dadam tugab ketadigan bir yerlar bor. Onun keyin kaynidan sarang bo'lib qolgan bir yerim bor. Onun oxirida eliqib qeyrib ketgandan keyin zaharlik nonni yeb shu ang oxirida yana bir aşqimdan birisi bor deb o'tirib turman kinoda to'xti degan bir obraz. Shuning bilan eliq bir ang oxirida shu zaharlikni hamda filmda eliq o'lgan yan chiqolmaydi, lekin shu o'lib ketish uchun yeymizda ani. Shuni menga rejissor bek muhim bir vazifani bergan. Sening ma bir ko'zing sen Iymon Xo'jaga mangu Iymon Xo'jaga chidamaysa bu bir ko'zingdan yosh chiqarsang bo'lmaydi. Bir ko'zingda sen bütün hayatыңdan bir içingan, bo'lgan azap oqibatini bir ko'zingni chiqirib bir demakchi o'g'ni bir ko'zing yig'ilmaysa bir ko'zing yosh chiqadi dedi. Bu qanday qilib bu bir ko'zni yosh chiqirib bir ko'zni yosh chiqolmaydi deb o'ylagandim, lekin haqiqatan bir aktyor shu bir obrazga kirgan vaqtida u bir masala emasga. Haqiqatan shu vaqt kirganda haqiqatan birdan turib ko'rib baqsaq bo'ldi, shu bir ko'zimdan yosh chiqirib bir ko'zimdan qilmadim, lekin men mush filmda haqiqatan aktyorlikning nimaligini bilibmi ekran o'rindash maharatining nimaligini men mush kinoda o'zimningki mush aktyorlik san'at hayotimni boshladim deb qarasam bo'ldi. Yaxshi ko'rman bu o'zimningki eng pokiz o'zimizni yasab, rollarni bezab, murakkablashtirib, menda o'ynasam, menda oldu, ekran mendara qilsam, menda chiqib qolma degan emas. Ishqimish rolni yaxshilab o'ynab bilsam bo'ldi-ku. Mush rolni chuqur kirib deb tunji qatim ssenariyni olganmish meningcha bu men olgan eng pokiz rol deb qarayman. Shuning uchun bu men uchun hamda birinchidan filmimga mushu aktyorlik hayotimga dastigimning tunji filmim meningcha eng yaxshi boshlangan, eng tabiiy hozirgacha shunday yaxshi ko'rgan bir rolim deb o'ylayman. Demak, siz mush roldan o'zingizmi shunchalik rozi, ham mush rolga chiqqanligingizdan shunchalik xushal shundaqmi? Amdalik taydigu san'at degan manguliqi odam rozi bo'lmaydigan bir kasb, rozi bo'lmaydigan bir san'at deb shunday taydigu. Amdi rozimi desangiz, jiqiyaladi adam, men hozir bo'lganmiz, men chuqur munda qildim deyman. Lekin o narsalarni hozirgi o'rindash mahoratimni elib chiqarib o'zim tabii men Altınay, men ayni vaqtdagi Altınay deb o'ylagan vaqtimda men eng yaxshi ko'rgan, eng omaq rolim deb o'ylayman. Abay siz degandim, bildik shu filmni ko'rgandan keyin mes qilgan sizning shu filmdagi rolingiz bek ziddiyatli shundaqku. Aniqkin siz Iymon Xo'jani shunchalik yaxshi ko'rsiz, lekin sizni yaxshi ko'rmaydi. Shu muhabbat jihatimi, iliqnayt to'qinishlar bor bir filmga. Shu hissiyotni elish jarayonida qiynaldingizmi? Buni qanday deymiz deganda bu filmda men Iymon Xo'jani haqiqatan yaxshi ko'rgandim, darisi ishib ketgan bir shu mezgilda boshqadan yo'q qo'ymaydi deyman, shu qo'yib qoldi yaxshi ko'rib qoldim. Faqat
ajoyib bir xil yaxshi ko'rib ekanman-ku. Anondan keyin bu ikkimiz ham do'st, arliq bir do'st, arliq dushmanlashib ketamiz taxi. Bu Qurbonjon filmning ismi bo'yicha Imin Xo'ja Xalchixonni yaxshi ko'rdi ekan. Hamda mening o'zimninki bir mijoz bor-ku, o'zimning tabiiy mijozda. Burundan tatib bordi. Nim bo'lsam cho'qim eng yaxshisini qilaman deb. Odatim bor. Shu odatda deyman. Nim ish qilsam cho'qim eng yaxshisini qilaman. Ayliq shu nishonimga yetmaychi bo'ldi qilmayman degan-ku. Bu yerimiz azroq o'xsha qolgan men filmda-ku. Shuni qilib tegib oldim. Shu ana qildim, ayliq o vaqtlarda Qurbonjonning bizga ko'p yordamimiz bo'ldi. O yardımcı nima desangiz ham bu Qurbonjonning roli bak eg'ir-ku. Rol bak eg'ir. Biz to'liq izlaydik Qurbonjonni. Ba'zi rollarni undaq qilib ikkimizningki bilgan vaqti bak ozdi. Anda olgandan keyin birinchidan filmga bak tushgan-ku bu ya. Onundan birinchidan hamda Qurbonjon yashaydi biza farqimiz bo'ldi hamda. Hozir adashdak bo'lib ketib hamda vaqtli yashayatimiz farq bor. Biza tap tortishmi bor. Adam rasmiy raq gap qismdan xijil bo'ldigan mundaqchu. Onun bu Qurbonjon xamsmetat o'qigandan keyin men qalxam mijoz topdischu. O jihatlarda adam bir da hissiyat Imin Xo'ja munda deb degan hissiyatim yo'q. O'tiraman. O yerlar bak tushgan hamda Yamriska bu kimninki, Zulfiyaninki buni kimni yaxshi ko'rishi. Har jihatda buni shaxsan o'zim yolg'iz o'rnab bilamdim. Xuddi garchi filmda qisqa kesib gaplagan bo'lsak-mu, bizning amaliyotga turishimiz ilifqsiz ba'zi bir maxfiyatliklar bor. Shunday yaxshi chiqib ketgan bu kino. Bo'lib shu rol olgan vaqtida. Shunga hamda meningki o'zimninki qaysarligimga tayinib shu faqat men bu ishni yaxshi ko'rman, hech kimga bermayman. Imin Xo'ja meningki faqat mening bo'lish kerak degan bir o'zimning dapadim-ku, xarakterim ham shu o'zimning shu filmda bu rolni obrazlagan. Shuni yaxshi chiqqanmikin deb o'ylayman. Ba'zi mijozlar bor-ku. Mijozlar o'xshaydi. Ba'zi mijozlarimiz bak o'xshaydi-ku. Alaqi shunga bak qiynalmadimmi ya bunday yerda deb o'ylayman. Bunda o'zimiz birlikda Turarxon obrazini ko'rib boqaylik. Marhamat. 我要这种的，买10条。姑娘，你以为不取消了，我卖给几位小姐。掌柜的，他带的我可不要，我要买新的。63，张总。我给你报新的。哎，小姐，你一下子买这么多纱巾，还都买成一样的，怎么办？不用不带，都给你了。给我？那我也带不了这么多呀。你想给谁就给谁吧。今天晚上在我们家李亮房那里等我，我有事找你。小姐，您这是跟我商量呢，还是命令？不管，反正你一定要去。那我就当你跟我商量了，到时候我看看有没有时间。要是有时间我就去。不过你不要老等着我啊。一定要去哦。可是欧明和主，我不像和那吵，我也是个女人。女人有点私心，这是很正常的。要不，她就不是女人了。对了，欧明和主，以后你的事我不管了，你想怎么样就怎么样吧。只要你愿意留下来，留在吐鲁番。你什么意思啊？睡吧，我明天还赶巴扎呢。谁说的？不是，你在说我吗？哟，臭美。我说的是阿明和主。我可怜的狗羊，受伤的眼睛永远失去天真的光芒吗？杜兰芬，谢谢你对我做的一切。只是我看，并没有拿那张图来奈何我的自由。我再也回不了有情，再也成不了博客了。我现在已经彻底变成一个奴仆，
你走吧，像以前那样头也不回的离开我。你就让我想个办法吧，也许我能救你。 Şinjan Okyan Medeni Tarqıtış Şirketi ve Okyan Televiziyası yol koygan Okyan Universal kanalı, Okyan Teatr kanalı, Okyan San'at kanalı, Okyan Radyo Televiziya raqamlik Uyg'urcha kanalları rangdor sarxil mazmunlar orqali turmushingizga yangicha zo'q, yangi ko'rish sezimi ato qiladi. Shunaqla mazkur kanallardagi barliq programmalarning oltin e'lon o'rni va oltin vaqtlarga davomli e'lon qabul qiladi. Fursatning o'zi g'alda. Fursatni hargiz qo'ldan berib qo'ymang. Baza chaqqandan. Okyan Televiziyasi kanallari muvaffaqiyat yo'lingizdagi oltin ko'rik. Okyan Televiziyasi. Altınay bizim bilimiz siz şu okuş bitgandan keyin şu Beijinglarda jiq filmlar qatnashdingiz. Shu ishkir o'lkalarda filmlar qatnashdingiz. Hozir Xinjiangga qaytib kelib, shu Xinjiangning kinochilik sohasiga yana qaytadan kiryapsiz. Unda bo'lsa, o'zingizning bir mushaq ta'sirotini so'zlab boqamsiz. Ishkir film ishlasam hech kim topmay ekan Xinjiangga men ishim bo'ladi dedim. Naqib kilaylik deb ishladingiz. Naqib kilaylik debmi? Yo'q, bas chiroyini o'zgartirdi emasmi? Rost. Buni olmaydi. Men shu boshda shu Abay degan mush filmdan keyin qatnashgan film asos ishkirning filmlariga qatnashdim-ku. Amdi Şikirninki filmning o'ziga tushliq alayligi bor. Bizning diyorimizdagi filmlarning o'ziga tushliq alayligi bor. Balkim texnik jihatda Şikirninki filmlarining texnik jihatdan bizni ustun turish mumkin. Lekin amdi ba'zi mahorat jihati bo'lsin, ba'zidagi o'y fikrlar jihati bo'lsin, men yana bizningki diyorimizningki ba'zi bir filmlarningki bir xil shu yo'nalishni biz yaxshi ko'rmaymiz. Hamda texnik jihatda haqiqatan buni hech kim masalan ko'rmanlarimizning biladi, yakmush kasb yuratgan bo'ldi. Ishkirning haqiqatan texnik jihati bizni besib chiqdi. Ko'z yumg'ul bo'lmaydi. Ko'z yumg'ul bo'lmaydi uningga. Hamda diyorimiz ham taraqqi qilyapti. Diyorimizda hattoki hozir ishkirniki ba'zi filmlarga yetib ketgidek ashundaq filmlarimizmi, qilishmoqdek filmlar ham chiqyapti. Bu deganimiz hargizmi bizning yaxshi emas, hamda yuqori ustunlik bo'ladi-da. Lekin ishkirninki filmlariga bizning bir ishkirlarning filmlari qatnashib keyin Xinjiang qaytib kelib Xinjiangdagi filmlarga qatnashib, menda bir bo'lgan birdan bir o'zim his qilgan narsa bir bo'libmi, ammo shu kasb jihatdagi shu kasbni suyish, kasbni hurmatlash degan bir narsaningki shu bizningki shu Xinjiangda, shu o'zimizning diyorda nihoyat ojizligini shuni birinchi his qilgan maslam shu. Ikkinchi his qilgan maslam shunchalik uzun mazgil o'tgan bo'lsa-mu, ba'zida o'rindash mahorat jihatda bir ko'rib bor ekan-ku. Hamda balkim bu so'zim nurg'unlagan bizningki peshqadam ustozlarimiz bo'lsin, yoki hozir yetayotgan ustozlarimiz bo'lsin, yoki mush kasbni qilayotgan bizningki do'st birodarimiz bo'lsin, balkim sizlarga balkim aksincha bir ta'sir berib qo'yish mumkin. Bu faqat o'zimniki his qilganligim, shaxsiy his qilganlarim. Bu yerda ba'zi nurg'un vaqtlarda men Xinjiangning filmini qatnash jarayonida shu vaqtlarda yana talishib ketgan yerlarim bor. Nima uchun bunday qilamiz? Nima uchun bunday bo'ldi? Nima uchun bunday qildi? Ya bu yer biz mushtaq qilamiz deb hatto rejissyorlar bilan gap talishib ketgan yerlarimiz bor. Ikkinchisi shu o'rindash mahoratda bir taraqqiyotni ko'rmadim men bu yerda. Ammo bu mening o'zimniki shaxsiy ko'z qarashi. Balkim bordi, yo o'zim his qilmaganman, lekin men uni his qilmadim. Bir o'rindash jihatda shu yo'yan fashida. Bir me'oyiga tuxib qo'yishing, yoki bir bisib chiqish yangilik yo'q-ku. Anonikin üçüncüsü nima desem bu bizningki Xinjiang diyorimizdagi shu kinochilik sohasida men shu birdan bir o'tindig'im artistlarga bir obrazni bekitib qo'ydigan ishbek chataqkanchu. Altınay degan pochi bunda rolni bak yaxshi oldi. Cho'qim bir pochining roli o'sili Altınay isi keldi-ka. Zulfiya yig'laydigan rolni bak yaxshi oldi. Cho'qim bir yig'laygan shu bir bekitib qo'yish bak og'ir ekan-ku bu yerda. Biz shu natijada shu aktyorlikni bitirib o'qidik. Biz har qanday rolni ola olamiz, ham ep baqdiq, ham qo'ya olamiz. Ola olamiz, lekin yaxshi ola olmadik, yaxshi ola olmadik. Buni kan ko'rmanlarimiz bizningki shu bizningki kino, televiziya, teatrni yaxshi ko'rayotgan tomoshabinlarimizninki shu ularninki so'zdan, ashlarning tevishdan bilimizda yaxshi yomonligini. Men kasbim uchun men nurg'un narsalardan qurbonlik bergan. Birinchidan harbiy qismdan chekinib chiqdim. Andan keyin to'y qilishdan vaqtincha voz kechdim. Chunki mush kasbni qilmay to'y qilib bo'lgandan keyin bal tug'itganmiz, oilada etganmiz. Men mush kasbim uchun nurg'un narsalardan men qurbonlik berdim. Bu qurbonlik berish cho'qim cho'lpan bo'lib, ma'lum bir maqsadga yetish emas.
Çünki mening mang'idim cho'lpon bo'lish yo'l emas. Faqat mush hayotimning oxirigacha mush apparatning oldida. Mayli bir kichik film bo'lsin, cho'ng bo'lim bo'lsin, mush hayotimning oxirigacha apparatning oldida o'sam deydigan bir narsa bor-ku. Faqat men kasbimni so'yganligim uchunla men nurg'un narsalardan qurbonlik berdim. Men o'ylayman bu meningki bir kasb bo'lgan hurmatim, muhabbatim deb o'ylayman. Boshqa bir ma'lum bir narsalarni muhim o'rin tutib olmay, masalan, moddiy, ma'naviy jihatdagi narsalarni muhim tutib olmay, hamda biz mushu barliq mush aktyorlarimiz hammamiz mo'rini terab, hammamiz o'zimizning kallasga bor narsalarni bir yerga qo'yib, masalan, mana Qurbonjon o'xshash nurg'un bizningki yosh rejissyorlarimiz, cho'ng filmlar qatnashgan rejissyorlarimiz mana bular o'tidi. Bular bilan bir yerda o'tirib, hammamiz boshqa bir yer akilib qilgan vaqtimizda cho'qim bizning diyorimizdami xalqaroga tonilg'idak, butun mushu tomoshabinlar hayron qolg'idak, mayli shukr o'rklar bo'lsin, balki xalqaroliq bo'lsin. Barliq adamlarni hayron qilg'idak bir yaxshi film chiqadi deb o'ylayman. Shunga mening bu Shinjongga kelishimdagi, Shinjong qaytib kelib film ishlashimdagi maqsad biz o'zimizning diyordagi mushu filmchilik madaniyatimizni sirtqi xalqaroga bildirimiz deb qaytib kelgandan keyin cho'qim bizga o'xshash aktyorlarni qo'llab-quvvatlab bizmi diyorimiz qaytib kelib diyorimizningki kinochiligi, aktyorchiligi bo'libmi diyorimizning san'atchiligini barliq xalqaroga tanitayli degan maqsad bilan bu yerda tirishayotimiz. Rahmat Altınay. Albatta arzularda armon yo'q shundaqku. Arzularda gunoh yo'q. O'zimizning orzusiga yetish uchun har birimiz o'xshamagan bedellarni to'laymiz. Abay nayt to'g'ri dedinglar. Endi yaqinqi mushu bir yil ichida biz Uyg'urlarning uyda o'tirib ko'rgan ko'p qismli kinolarimiz sizlar olayotgan. Bu oylik qarang degandek mushu kinolarmi vujudga keldi. Ishxonadagi ishlar, bu oylik qarang degandek televiziya teatrlari qo'yilyotdi. Shunga o'xshash yaxshi kinolar uchun nurg'ulg'an rejissyorlarimizning badal to'layotdi. Hammamizning o'rtaq orzusi bor shu peshqadam aktyorlar, rejissyorlarning yetakchiligida yosh aktyorlar, rejissyorlarning tirishishi bilan bizning kinochiligimiz texmi taraqqiy qildi. Ham bu taraqqiyot albatta hammamizning zimmis ustida deb qarayman. Hammamiz birlikda tirishsak balkim bu kunlarga erishib qolamiz. Filmdagi yana bir bosh personaj bo'lsa, oshiqi Emin Xo'jaga tegalmagan Saib Jamol, qiz Xalchixon obrazi. Bu obrazni yaratgan artist bo'lsa, Shinjong san'at yurti Muqam ansamblining talantli yosh artisti Zulfiya Rashid. Assalomu alaykum Zulfiya. Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Siz shu filmda Xalchixon obrazini voyaga yetkazib o'rilgan shu kinodagi obrazingiz hammamiz intayin yaxshi ko'ramiz. Unda xo'sa sizmi shu rolga tanlanish va shu rolni o'rinlash jarayonini bir aslab o'tamsiz. Ma'qul. Bu Turpan Inanchixonlig'i degan filmda dastlabda artist tanlashda men o chaqda bir shu o'zim odatda usulni o'ynayman-ku. Shu usulni yaxshi ko'rmadim. Shu men bir yerda ishlayotdim. Shu yerga keldi bular. Qurbonjon bir naytisi, yuksak kamlar naytisi. Kelib, shu yerda bir shu dramani bitgan bir qiz olyapti degan o'xshaydi. Deb shu yerga keldi, klip rasmlarimni tortib aketdi. Ketib shuni bilan uzoq o'tmaylam telefon qildi. Telefon qilib Turpan kelsangiz bo'pti-ku, mana bir film bor. Ash filmga bir rejissyor bir ko'rpa qaydaydi degandi. Deb bordim. Basam o'sha kiriblan bir uyda bir kitobning azroq bir bo'lugini tutqizib qo'ydim, shuni o'ynab qoldim. U taz bir yig'laydigan, aytib bir ijobiy bir personajga bir Turpanninki yarlik obraz ganamdi. O'zim shuncha yaxshi ko'rdim, men ma'qul deb o'ynadim mana. Oynab to'z yig'laydigan yerim, yig'laydiganga sal yamaraqchi hamdalashar. Berishkishlik yig'layman. Shunga qilsam, bular ko'rsatgan o'xshaydigan ko'rsatib mendan rejissyormi, voy mush qiz shukanman izlayotgan deb bular qolganlarini tanlab shu Xalchixon obrazi qolgan shundami? Ha. Shuni bilan bo'ldimi shu bo'ldi-ku, mush shukan Xalchixon. Dedi ama qo'llab shuncha xush bo'ldim. Shuning bilan menda kitobdan berganda o'tirib bo'lganini ko'rdim. Hatto kechich o'zim pek yaxshi ko'rgan ekan, kechich uxlamay ko'rmaylik kitobni ko'rsam, otam ba'zida ko'rib ochiqlab ketgan yeri bor. Bir yerim kecha uxlamay nimsh qotsa, at ko'rsam olmamda deb. Ma'qul uxlayman hozir deb qo'yib, yana ko'rmaylikni kirkitib jo'shtiga. U qo'yib turibdi ba'zida shu men bunda qilsam bo'lgan, men bunda qilsam bo'ladi degan deb ketgan yerlarim bor. Shuning bilan deb kirketdik buning ichiga o'zimni turpanlik bo'lganligim uchun shundami ayaninki mijoz xarakteri,
Hammani o'zim uqqan ekan, o'zimni bag'olgan ekan. Shundan asta cho'kdim dastlabda, u hamma odamni bag'ol, qiynaldim. Shundan uni ustiga bizning maktab putiriblam tunji o'zimiz qo'limizga olgan cho'ng tipdagi film bo'ldi bu. Dastlabda qiynaldik, tamtirdik cho'nglarning oldida. Uni asta shu deyishib yurib, mana qilsam qilsam bo'ldi ekan, men bunda qilsam bo'ldi ekan deyishib yurib, bu filmni xil uzoqqa so'zildi ya, 8 oy tugdimi? 8 oy turpan oldim. 8 oy turpan. Ayoq. 1 yil asos. Nimada? Qumul Bargilda. 10 oy. 10 oy tıxı. 2015-yili, 2005-yili 8-yilda boshlab 2006-yil 6-yil turdi. Xil uzoq. Uni ustiga iliq mau fasl nimasi bor bo'lgandan keyin yozda bo'lgan ko'rinishlar ba'zida qishga udil kelib qoldi. Bo'lmagan ko'rinish qishda qolib qoldi. Iliq qishda biz yozliq kiyim bilan yana shu yillik qolib qolgan qismini yozliq kiyim bilan turib ashada yozda evotgandek shundoq olib ketgan yerimiz bor dasha. Yozda tomoqni kiyib turgan. Og'zimizda o'ch chiqqaniki bu o'n qanda yo'qoltimiz desa bingor qilamiz qishda-ku. Muz bingor. Qishda degan g'alg'al bo'lsa bil qolamiz. Muz bingor. Muzni yeb bo'lgandan keyin o'ch chiqmaydi. Orqali yo'qtidi o'g'ini. To'nganning yan to'ngapti. Shundaq ish qilib shundaq ko'ngillik lekin. Ko'ngillik ham jafoliq ishlab oxiri tugatib oldik uni. Hamda tomoshabinlar qandaq deb qarayotgan ish qilib, men ish qilib shu jafolarimga ish qilib hali yomon emas o'ynadim deb o'ylayman o'zimcha. Demak, sizdan o'qish bitirib qo'lingizga olgan tunji bir cho'ng filmda asosiy rol. To'g'ri. Tarixiy film uning ustiga. To'g'ri. Zulfiya, siz mush Xalchixon obrazni olgan vaqtingizda hamda yan o'qish bitirgan vaqtingiz qo'lingizga olgan tunji bir cho'ng film. Andan keyin ustozlar bilan, peshqadam aktyorlar bilan olgan bir qism rollaringiz bor ekan. Mush rollarni elish jarayonida qiynaldingizmi? Voh, qiynalmaydigan shu. U maktab bitiriblam olgan film bo'lg'ashqa, u chaqdimi yaşadımı kichik. Bu filmdimi biz mav üçümüz bil o'ynab kichigimizdan bil o'ynab cho'ng bo'lganlar. Lekin mashkimiz bir-birimizni yaxshi ko'rishimiz. Lekin bu mendan bakrak o'ta yaxshi ko'rdi. Shuning bilan o'shib qolib bo'lmoqchi. Qanday qilsam mushkisini nim qilamanki degan niyat bor bunda. Chunki buni bek yaxshi ko'rdi. Biz ikkimiz bir-birimiz bu yaxshi ko'rmaydi, lekin ikkimiz bir-birimizni yaxshi ko'ramiz. Lekin bu meni as bo'lmaydi. Unday yer bor. Unday yer bor. Unday yer bor. Shuning bilan andan men ananikin menlam o'zimni qurbonlik bersam, shuning bilan to'y qilmasamlam, shu bir yurtni qo'g'dab qolalaydigan darajadagi bir vaqa bor ashada. Menlam qurbonlik bersam bu shu Turaxonni aslam ananikin bu quliga cho'ng ishni qiladi, tutadi, ananikin urush qilib cho'ng ishlarni qilalaydi degandek. Shuning bilan o'zim bu rolingizga hisobda bir siyosiy vazifa qo'shilganda. Shuning bilan ma'qulanda bo'lsa. Menlam qurbonlik beradigan ish bo'lsa, bo'ladi men qurbonlik beray deb kirib ashaga. Ananinkin deymanda shu nima cho'nglarimizga men qurbonlik beray. Deplam ashadan alaqa pichan vanga shu yerga men ola maqsadi meni mana bilan urush uchun meni akassa, buni chunki ikkimiz yaxshi ko'rishimiz emasmi? Meni akassa, anankin buni tan qaytadi, anankin biz mana bostirib uramiz degan bunda bir maqsad bor. Shuning bilan ma'qul men unda sizlar ketay, sizlar bilan mangay deb andan eliq o'g'izdan tushib, o'zim bilan o'zim ikkimizdan eliq sivatdan o'zim to'qilgan sivatdan tushib qilgan yerimiz bor. Pek ichinishlik o'yaman. Shuning bilan kit qilib o'zim ko'migan to'nimagan dadamdek bir odamning yeniga boraman, shuning bilan to'ydim qilaman. Shu orliqdimi to'ydan keyingi ba'zi bir ko'rinishlarga evtibdi qizliqi. Liqmida yerimni kesib tuz chachirgan bir yerlar bor qaraganda u yana deb qo'yatgan. Uni evtibdi. Shunda bir nimalar bor, bak ichinishlik. Ibrohim. Anan qancha mujib tatinishlar bo'ldi. Ba'zi bir o'rindosh nimalari bor, shu yerda qiynaldim. U ustozimiz o'qishga uni ba'zi yerlarda meni yetaklab ketdi. Mayada ukam men bunda qilayli. Siz mayaqni bunda olib beraman, bunda olay. Qijilomang. Tatinmang, qijilomang deb yurib o'ynab ketdik hamda uni.
keyin tatinish bor. Bizning kasb shundoq ekan, o'ynalib bo'lgandan keyin, ko'rib bo'lgandan keyin, men bundoq oson bo'pti-ku. Mana bundoq olsam texim yaxshi bo'ladi-ku. Hozir hammamiz oshda deyalaymiz. Hozir Tulfan nima Turpan Inanchxonligini hozir pal qilgansa biz boshqacha olamiz uni. Boshqacha olamiz. Jiddiy tutdik, ha? Ras. Qayta bir ishlamdik ya. Maktabda o'rgangan shu aktyorlik san'ati, afsuslanarlik san'at deganni haqiqatan shu amaliyotdan his qilib yetdim. Bishimizda o'tgandan keyin. Hozir ishlagan bo'lsa, Turpan Inanchxonligini yana boshqacha bir obraz bo'lib, texmo yaxshi aldığımız deb o'ylaymiz. Unda xusamimiz birlikda Xalchixon obrazini ixro orqali ko'rib boqaylik, marhamat. Ko'raylik.按照咱们委婉族的风俗，这帽子是新娘给新郎做的。要等你送彩礼的那天，我再悄悄塞给你，让你戴上这帽子当新郎。我先回去了啊。是你求我告诉你路，你倒蛮横起来了。你不说，我就不告诉你。好，我说，我们是洛克辛的博客伊布拉因家的人，是给恩敏合作送礼的。我可给恩敏合作送礼？哎，这倒是很新鲜。你告诉恩敏合作，我再不和他一起到国家上了。哦，是吗？你不和我来，和谁来呀？和谁来也不和你来，我以后和肉丝蛋来。我可不敢。听见没有？要是我和敏合作不站在你身边啊，别的小伙子也不敢站过来。就你霸道。喂，他们走了，你快点出来吧。安宁花主，我们逃出来了吗？还要走很远很远的路。马木提，如果你做了卢克逊的播客，请拿证据出来。我和李奇汉会立刻离开这个庄园。可是，假如你没有能证明的东西，那么我仍然是这个庄园的女主人。敢碰我一下，你试试看。Men bu film ko'rganda ayron qolgan bir ko'rinishlar bor. Hozir qizlarmi bek otlarni minib qo'rqmaydigan bo'lib ketdik, lekin ishqinglarning bu filmdagi ochab turgan ko'rinishinglar odatda qizlar unchalik ochab turib bo'lmaydi. Shu so'rab baxsam burunmi mushtaq ochab turib o'ynadinglar ya. O'sha kinoning ehtiyoji bilan o siz degan o qizlar qo'rqmay men degan ot degan narsaniki paka otlar o biz menga otlar degan rasmiylik musobaqa otlar ekan. Shundoq u igiz bo'ldi-ku. Ustiga chiqib qo'ychi ustiga chiqib cho'da qo'ychi ma'nigan shundoq qanday ketadi. Lekin biz filmni boshlashdan burun 3 oydak tayyorlik xizmatini ishildik. Bu jarayon maxsus ot minishni aqlimizga bir odam sab qo'yib o'rgatdimiz. O'rgatdi shu vaqtida. Rol yo'q vaqtida o'sha ot minishni. Mashq qildik emasmi? Barko'lda bir oydak oldi-ya, shu chog'da shu Qumulning Barko'l degan bir yerda bir bayga maydoni bor ekan-ku. O'sha yerda rasmiy shu degan texnik kip rasmiy mashq qildik. Bizmi qo'rqdik. Endi astayliqi tikon qilib ma'ndigan bo'lsa qo'rqmayman ekanmiz, lekin nima rasmiylik choptirgan rasmiy choptiriblar shu bak ochiq yomon ma'ndigan yerlarimiz chiqdi. Masalan, men degan qaplab imongo'chi qaplab shu zarlar imongo'chiga mishtaliqi zar nonni berib qichib ketayrim. O'sha yerda suratni aytdi, suratda
Миндоқ сенің жыққо ат Vay, менің мұнда бір болған. Тазы бір чап тұрған ер бат деп тұрып кетіп басам, улық үркіп кетті де, ылыққа әп қачыды екен. Онда вақытты жо, тасыңыз бұл татмай, меңей бұрды екен. Şu çağdan ken adamam desem Qurbanjonlar kelib vaş oldidan to'sdi de u qanda o'g'limni uqmayman men yilqa igirdan chiqib bo'yni qatlab chiqqatdim men chechi deganni o'tiribman azroqli menda olganmiz yiqilib tushmaylik surat pakishda kelaqatning shu chaqda xatarlik igizda unda xatarlik nima demasman Hatta qışınçı resmen şu mesela qış, yaz bu. Görünüşünü başta apılsızdan, apolğandan keyin qap qaldığan görünüş abay mazul biyamı dedi. Qan qışdı başlayıvatqanımızdək suda. Sıxtaylıqı qılın tumaq degandan keyin yəgi taqab tələb degan, bir tələb oturub siz degandək. Nurg'ulğanlıqı, hatta mamı degan shunda qattiq og'rib, bir hafta doktorxonaga yetib, shu asma degan ishda esib turib ro'lagan vaqtlarimiz bor. Lekin nurg'un Japan mushaqqatimiz jiq. Lekin shuncha Japan'da sog'lommi bilan yanlam yaxshi ko'rdigan bir filmda bu. Eminjon, sizga so'zlash fursatini beraylik. Beringlar yomon. Eg'ir o'tirib ketdi. Eminjon, endi sizga nurg'ulg'an kinolarda ro'lagan aktyor hammamiz intayin yaxshi ko'rdigan, lekin shu filmda mening bilishimcha siz ovoz ilish xizmatiga, ya'ni orqa saf xizmatini ishlab ekansiz. Unda xo's nimishqi aktyorlik qilmadingiz? Naq gap kelkilaylik. U chaqdamda 2005-yili men u aktyorlik emas, balki shu kino naq maydon ovoz ilish ishlari qiziqib, shu ishlar bilan shug'ullanayotgan chaqda shu filmga shu ovoz bo'limiga tanlanib, bu guruhga kirdim. Ana bu bizning guruhda
ovoz elish bilimida 3 xil odam borda. 3 odam 3 millat. Uyg'ur, Qozoq, Xanzo. Ustam bo'lsa Qozoq mushu Shinjong televiziya stansiyasining ovoz bilimida ishlaydi. U kino ishlanib bir necha yildan keyin mashina voqeasi bilan tugab ketdi, rahmatli bo'lib ketdi. Ana yana birisi Xanzo. U izchil hozir mush kasbni qilib kelyapti. Men bo'lsam ana undan keyin o'zim chiqib bu ovoz elish ishi o'zimga mos kelmaydiganligini chiqib, o'zim rejissyorlikni o'rganib, ana keyin Beijing kino institutida aktyorlikni o'qib, hozir hamda izchil shu aktyor, rejissyor taraf qarab tirishib, ya'ni o'rganib menyapman. Yo'linishingizni o'zgartdingiz. O'zgartdim men. Mush kasb menyapman. Ama bu kinoni ishlash jarayoni bo'lsa, chapalik yeri chiqroq hamda. Demisizmi, Turpan odatda issiq bo'lgan bilan qishning kuni dasha sovuq bo'lgan ekan u. Biz qishning kunlarida olimiz surat elib tashladik. Hal qisirtdi ko'rish olgan chog'da juvlarni kiyib suratga olamiz. U quruq issiq bo'lganda u Turpanda suyak o'ta ketdi sovuqlar. Ashunaq qilib uni oz deb mening ustam oxiri kelgan chog'da kechdi ko'nish olayotgan chog'da sirt taloq chiqib keray deb ozgina tushib ketib kechdi putni sindirib oldi. Putni ketdi, hamda putni ketgandan keyin bir mazgil ash Turpan davolandi, undan keyin bu bo'lmadi, ham Urumchiga qaytib uy davolansin dedi. Undan keyin u ovoz elish ishlari hammasi man qoldi-da. U chog' men kichik, yana o'rganayotgan. Hammasi mangli qoldi. Siz ovozni hatto olib qo'yib, u yoq bu yoq olib ketsa bu film tugishidi degan gap. Qayta olgan gap. U chog'da bizning uskunlarimiz ham rasmiy kinoning uskunlarida hamda hali ilg'or shu chog'larmi. Bizning mikrofon olgan shu 5 metr, 4 metr ig'ir shunday olamiz uni. Uni chiqib cho'ng bomba ketib, ekran kirib qolib, bu ig'ir malani gaplar tugmay tutib degan ta'lab degan chipillab ketamiz. Qachon tugayapinday. Qachon tugaydi? Buni ustiga biz qishning kunisi, yozning kunisi olgandan keyin bular bayam o'tib ketdi. Og'zidan o chiqib, chandirib qo'ydi-da, qanday qildi? Muzni bingorni og'ziga selib gap qilgan chog'da u og'izlari qo'lashmay, gap kelmay, shu bunday chiqib turib, kelib og'zashi kalampaylish ketib. Kichingizni biz tullab soladi taqamazda. To'g'ri sanglamamam, starega sanglamamam deb ketmay shu chog'da. Mana shunday ishlarni, chapalik ishlarni tuyitib keldik. Endi albatta uning ko'ngilli xayollarim bor, chapariq xayollarim bor. Oxirda ish qilib 200 ming oldirib motomi yo'q, mashinami yo'q, bo'labek chapadi. Ish qilib hammish mangli qoladi-da, hamda ustam Erlan. Ustada bu ketgandan keyin barliq xizmat siz bilan mangli qilib adam yetishmay, o'sha odamning bir sonda bo'ldi, 2 odam qoldi. Undan keyin yana bir shagird kirdi, uningga men ustam bo'lib qoldim. Ashuna qilib, uni buni qilib ish qilib muvaffaqiyatli tugatdik. Bu film hamda siz ovoz olgan tunji film ham eng oxirgi filmmi? Yo'q. Uning oldida bir necha filmga ovoz olgandim. Andan keyin bu film tugatib, yana bir necha filmga ovoz elib oxirlashtirdim bu kasbni. O'zimda uni qilib boqsam, asli o'zim yaxshi ko'rgan nima aktyorlikni yaxshi ko'rganman-da. O'zim chiroyli ekanman-da. Kelishgan ekanman. Uning ustiga bu butun mush ko'ribdiki, shu butun odam ats uchun xizmat qildi ekanda. Bu aqsadliklar qancha tirishsa, qancha ishlasmi bu ekran chiqmaydi ekan, faqatlam mushlarlam chiqar ekan. Japan tozlatdi ekanmiz. Lekin shu mushlar uchun xizmat qilganmiz. Ham bizning ish qilayotgan hamma ishlar mush aktyor uchun xizmat qilamiz-da. Niyat bunday shu ekan. Keyin buni hali o'ylashib to'xtabdi. His qilib to'xtabdi. Menmi Sizning aktyorlik qilish jihatida o'zingizning talanti bor. Siz yana bu kasbdan voz kecha oldingiz. Lekin nurg'unlagan bizning texniklarimiz, shu ekran kaynida biz uchun xizmat qilganlarimiz bu vazifadan o'zini olib qochamaydi. Bugun faqat bunisini surat tatib hammasi bir tatib qo'yamiz. Bo'lmasa hammamiz aktyor bo'lamiz. Bozor kasatib ketibdi debmi? Yaqin ko'rinish beramiz. Mush fursatda biz shu sahna kaynida shu aktyorlar uchun, ekran uchun xizmat qilayotgan shu parda kayindagi qahramonlarimizga bir hurmatimizni bildirib qo'ysak bo'lganda. Chapa chaqlar.
Hammamiz bilamiz Altınay siz tek ana bo'lmadingiz, demak ana bo'lish jarayonidagi bir qator mushkulot jarayonlarini beshingizdan kechirmadingiz. Lekin mushu filmda sizning ana bo'lgan bir obrazingiz, ya'ni tuqqan bir ko'rinishingiz bada mushu rolni tin elish uchun qiynalgansiz. Men rost gap qilsam bu. Yerim kun ağam rolchi bu. Qanday deysangiz, birinchidan o'zim undaq ishni beshimdan kechirib baxmdim. Voy, bak qiynaldim buningda-chu. Nima qilsam bizning rejissyorning bolasi yo'q-chu. Men qanday qilma desam, buni endi shu dedi. Endi birinchidan vaqt bak qisqa bo'lib qoldi. Aşkınla nima qildi. Uni olib bunday ko'rinish bo'lgandan men bak tayyorliqsiz qoldim. Shundan ular o yerda bir bizningki bir kiyimchik bir apash ekan to'q. Shu apashdan so'radim-chu men. Ammo o'zininki pishdan o'tgan shu bir qator mazmunlarni deb berdi. Şunun qarta shu kun oldim. Bak charchab ketdim-chi bir rolni olg'ichi. Ilqib chunki bir ana uchun bir ataydan 9 oy 9 kun qo'saq ko'tirib bir farzandni tug'ish oson emas. Tug'ilib bo'lgandan keyin o bola o'lik tushdi-chu. O'lik tushib bo'lgandan keyin o vaqtdagi o hissiyat birdan-bir iliq mush hissiyatimni birdan-bir so'zlaydiganim shu o'chaqda shu balning dadisi erim bo'ldi. Bu ishkimizning shu iliq ichimga ilib iliq bir yig'lab ketgan bir yerlarim bor. Lekin bu rolda bak qiynaldim ep bo'g'uchi. Ba'zilar deydi, "Voy, bunda bo'lmaydi" deydi. Ba'zilar deydi, "Voy, bak ichini chiqib." Lekin o'zim shu kinoda shu vaqt o'zim ko'rib, o'zim yig'lab ketgan, o'zim televizorda ko'rib, o'zim yig'lab ketgan ham. Rasmiy ana bo'lsangda ham yig'lab ketsadi. Shu. Mayaqlar ana bo'lib qoldi menda. Rosa. Shu aşağıdan qiynalib qildim shu. Lekin bu rolni men menga unutib qolmayman. Ang ta'sir qilgan bir rol. Bugun mushu film haqida hammalarning rolga qatnashish, rol elish jarayonlarini so'zlagash, mushu filmni yana bir qatim ko'rgandek ta'sirotda bo'ldik. Demismi bir filmning muvaffaqiyatli mush ko'rmalar bilan yuz ko'rishdan nurg'unlagan jarayonlar bor. Biz faqat ekronni ko'rgan vaqtimizda balkim bir qismi 40 minut tugishi mumkin, lekin u 40 minutni ishlash jarayonida nurg'unlagan jafolar bor. Buni mush kasbni quvvatqanlar tushundi, aktyorlar tushundi, rejissyorlar tushundi. Mush filmni suratga olish jarayonida oz bo'lmagan jafolarni tatibsizlar, lekin hammalar mush kasbinglar bo'lgan bir ishtiyoqmish kasbni bo'lgan bir yaxshi ko'rish, kasbiy axloqlar bo'lganligi uchun mana bu shunday yaxshi filmni o'zinglarning rol elish ortiqchiliklar bilan texmi bir pali jonliq bir holatda ko'rmalarimiz bilan yuz ko'rishtiribsizlar. Sizlarga ko'pdan ko'p rahmat. Sizga rahmat. Programmamizga davomli qatnashib turishinglarni umid qilamiz. Bundan keyin kishilaringlarga texmi utuqlar yor bo'lsin. Rahmat. Rahmat. Şinjan Okyan Medeniyet Tarqıtış Şirketi ve Okyan Televiziyası yol koygan Okyan Universal kanalı, Okyan Tiyatr kanalı, Okyan San'at kanalı, Okyan Radyo Televiziya raqamlik Uyg'urcha kanalları, rangdor sarxil mazmunlar orqali turmushingizga yangicha zoq, yangi ko'rish sezimi ato qiladi. Shunaqla mazkur kanallardagi barliq programmalarning oltin e'lon o'rni va oltin vaqtlarga davomli e'lon qabul qiladi. Fursatning o'zi g'alba. Fursatni hargiz qo'ldan berib qo'ymang. Baza chaqqanman. Okyan Televiziyasi kanallari muvaffaqiyat yo'lingizdagi oltin ko'rik. Okyan Televiziyasi. Yürekteki armanlar bizni karvan kılganda Boyumuzga altundek libas yapkan razımen. Yıllar bizge huşlukip baxt içire tang itip Ömrümüzge bebaha ma'na katkan razımen. Yeni küygü jör bulup kılsak nava muңлунуп Hanımızge baxtdin çırak yapkan razımen. Razımen toygirim toy suretçiligi. Sanitimizning o'tmishi va bugundan xabardor bo'lgansiz bormi? Cho'lponlarning oilasi haqidagi paranglarga qiziqamsiz. Siz yaxshi ko'radigan cho'lponlar bilan sirdoshqingiz bormi? Tangirtoq san'ati programmasi sizning yuqorqi talablaringizni to'liq o'rinlaydi.
Thank you.